Xitoy Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Qashqarning Pamir etaklariga joylashgan Toshqo'rg'on noyisida yangi bir aerodromning qurilishi 26 aprel boshlangan. Egilishicha, Pokiston, Afg'oniston va Tojikiston bilan chegaralanadigan Toshqo'rg'on rayonida qurilmoqchi bo'lgan aerodrom tamomlangandan keyin dengiz yuzidan 3253 metr egizlikdagi tunji aerodrom bo'lib, bu turga 630 million yuan mablag' solingan. Uçurlarga qaraganda aerodromning 2020 yili 6-oyda tijorat boshlaydiganligi va har yili 160 ming yo'lovchi va 400 tonna yuk to'shildiganligi mo'ljallangan. Xitoy doiralarining so'ziga qaraganda, bu tur Toshqo'rg'onning taraqqiyotiga mablag' solish sifatida yo'lga qo'yilgan. Pokiston matbuotlarida bo'lsa, aerodrom Xitoy-Pokiston iqtisod koridori va Xitoyning bir balvoq bir yo'l turida muhim port rolini o'ynaydi deyilgan. Erkin Asiya radiosiga yaqinda kelgan uchurlarga qaraganda, yaqinqi 15-20 yil mobaynida Sharq Turkistondagi qurilish, loyihalash va bezakchilik kasbida ko'zga ko'ringan bosh shirkati Urumchidagi atalmish Shinjang Shahsaray binokorlik bezakchilik loyihalash cheklanish shirkatining sohibi usta loyihalaguvchi Rahmatay Abdurashid Xitoy doiralarining ta'qib qilishidan qutulolmagan. Bu haqda uchur yetkazgan, hozir Amerikada yashayotgan o'zini Nijat deb tanishtirgan bir tijoratchi ilgari Urumchida Rahmatay bilan yaqin o'tgan bo'lib, 2017-yildan boshlab uning bilan aloqasi uzilgan. Onun yaqinda Urumchidan olgan uchurlarga qaraganda, Rahmatay Abdurashid lager boshlangandan buyon uda 2 qitim tutilgan bo'lib, 2018-yili 7-oylarda sababsiz tutilib lagerga olib ketilgan va 6 oydan keyin 2019-yili 2-oylarda qo'yib berilgan. Ammo u yana 1-2 oydan keyin qayta tutib ketilgan. Muxbirlar Rahmatayning tutilish ahvoli haqida yanada tafsiliy ma'lumot olish uchun Rahmatayning qurgan Shahsaray shirkati va zavodlarning aloqa adreslari ham bu haqdagi uchurlarni izlab ko'rgan. Ajablanarligi Rahmatay va uning shirkat ham loyihalarga doir barliq uchurlar butunlay ulanmas qilib o'tilgan. Amerika Davlatlik axborot idorasi yangi tipdagi Wuhan virusining sun'iy usulda yasalmagan va geni o'zgartirilmagan degan yakunga kelganligini e'lon qildi. Amerika Davlatlik axborot idorasining bayonotida bunday deyildi. Axborot jamiyati COVID-19 virusining sun'iy yoki geni o'zgartirilmaganligi to'g'risidagi ilmiy sonliq ma'lumotlarga qo'shildi. Bayonotda yuqumning kelish manbasining yuqumlangan hayvonlar bilan uchrashishdan yoki Xitoy tajribaxonasida tasaddubiy yuz bergan voqeadan kelib chiqmaganligining tekshirilayotganligi bildirildi. Trump hukumati virusning kelish manbasining Xitoyning Wuhandagi yuqumli kasallik tajribaxonasi bo'lishi mumkinligini o'ttirg'a qo'ygan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning sirtqi mutaxassislarning Wuhandagi tajribaxonaga kirib, virusning nerdan kelganligini aniqlab chiqishga ruxsat qilishiga chaqirgan edi. Filippin Xitoyning Janubiy dengizdagi parasil va Spratli taqim oroli to'g'risidagi tashabbusini e'tirof qilmaydiganligini va kuchli e'tiroz bildiradiganligini e'lon qildi. Filippin Tashqi ishlar ministrligining bayonotida Xitoyning bu ikki taqim orolini davlatning janubidagi Sansha shahrining ma'muriy boshqarish rayoni qilganligi to'g'risidagi bayonotiga baho berilgan. Filippin hukumatining tilga ilingan shaharni va uni qurgan o'rinlarni e'tirof qilmaydiganligi ta'kidlangan bayonotda Xitoy hukumatining Janubiy dengizdagi orollar ustidan qurgan ikki ma'mur rayonining Filippinning egilik huquqiga daxl tarz qilganligi aytildi. 4-oyning 18-kuni Xitoy hukumati Janubiy dengizdagi Nansha va Shisha taqim orolini Sansha shahri tarmog'idagi Nansha va Shisha rayoni deb o'zgartirganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Pompeo Shimoliy Koreyada yuz berishi mumkin bo'lgan rahbar almishga qarta yadro qurollardan voz kechish haqidagi tirishchanligini davomlashtiradiganligini ta'kidlab mundaq dedi. Biz Xitoy va Shimoliy Koreyaning eng yangi taraqqiyotiga yaqindan diqqat qilyapmiz. Pompeo Amerika taratqullariga Amerika amaldorlarining Kim Jong Unni yaqinda ko'rmaganligini aytdi va bugun doklad qiladigan uchurlarimiz yo'q. Biz yaqindan ko'zlayapmiz dedi. Pompeo yangi tipdagi Wuhan virusining dunyoga ta'sir qilish xavfini ko'zda tutib, Amerikaning Xitoy va Shimoliy Koreya vaziyatini yaqindan kuzatadiganligini bayon qildi.
Rossiya Bosh ministri Mikhail Mishustinning yangi tipdagi Wuhan virusi siniqining musbat ekanligini e'lon qildi. Mishustin poytaxt Moskvada o'tkazilgan sin yig'ini orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishganda COVID-19 siniqining musbat ekanligini o'tirib qo'ydi. Mishustin doiralarning tavsiyasi bilan o'zini karantin qiladiganligini bayon qilib, davolanish jarayonida birinchi muavin bosh ministri Andrey Belosovni bosh ministerlik vazifasini o'tashga taklif qildi. Putin bu taklifni qabul qildi va Mishustinga shifolik tiladi. Tojikiston Avam palatasi fuqarolarning ism va familiyasida ruscha qo'shimchalarning qo'llanishini cheklaydigan bir qonun loyihasi ma'qulladi. Adliya ministri Muzaffar Ashruin parlamentda qilingan so'zida bu qonunning yo'lga qo'yilishi bilan fuqarolarning ism va familiyasiga ova, ava, ovna, ovich, avich degandek ruscha qo'shimchalarni qo'shishning cheklanganligini aytdi.